Assalomu alaykum. Sizlar bilan tezkor xabarlar. AQSh Eronning harbiy qudratini dunyo hech qachon ko'rmagan tarzda yo'q qilmoqda, deydi Pentagon rahbari Hexet. Uning bayonotlariga ko'ra, Eron bir vaqtlar egallab olgan zamonaviy va yetarlicha kuchli armiya hech qachon bunchalik tez mag'lubiyatga uchramagan va ishdan chiqarilgan emas. Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi va Eron rejimi rahbariyati osmonga qaraganida samolyotlarning yon tomonlarida faqat ikkita narsani ko'rishadi: Amerika yulduzlari va chiziqlari hamda Dovud yulduzi. Hormuz bo'g'ozida ular umidsizlikdan harakat qilishmoqda. Biz bu bilan kurashmoqdamiz. Shuning uchun xavotirlanadigan hech narsa yo'q. Tez orada, aytgancha, tez fursatlarda Eronning barcha mudofaa kompaniyalari yo'q qilinadi. Bizni yangi, unchalik oliy rahbar bo'lmagan Moshtaba Xomeneyning yaralanganini va ehtimoliy qiyofasi buzilganini bilamiz. Kecha u bayonot berdi, lekin bayonotida ovozsiz hamda videosiz, faqat yozma matn bo'lgan. Bir savol tug'iladi. Endi kim rahbar? Eron xalqi hatto buni bilmaydi ham. Bugun yana Amerikaning Eron va Tehronga qarshi eng yirik hujumlar kuni bo'ladi. Isroil, Eron va uning ittifoqchilariga zarba berishda davom etadi, dedi Netanyahu. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu joriy harbiy kampaniya maqsadi Eron rejimiga zarar yetkazish, uning mintaqadagi ittifoqchilarga qarshi kurashda davom ettirish hamda Isroilning xavfsizligi va kelajagini ta'minlash ekanligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat faol va tashabbuskor harakat qilmoqda hamda katta kuch bilan zarbalar berishda davom etmoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, AQSh Yaqin Sharqqa 2500 tagacha dengiz piyodalarini joylashtirmoqda. Nashrning xabar berishicha, Pentagon Eronning Hormuz bo'g'ozidagi hujumlaridan so'ng dengiz ekspeditsiya bo'linmasini joylashtirmoqda. Bu hujumlar strategik yuk tashish yo'li orqali harakatlanishni to'xtatdi.